Loyihada qabriston o'rniga shoh yo'l tushishi kerak ekan. Hammaning boshi qotib qoladi. Mahalliy aholining bildirishicha, bu qabristonga 20 yildan beri hech kim dafn qilinmas ekan. Mayitlar hozirda yangi qabristonga qo'yiladi. Shunga asoslanib, diniy jihatlardan fatvo, davlat idoralaridan ruxsat olingach, qabriston boshqa yerga ko'chiriladigan bo'ldi. Go'rlarga qayta ketmon solinib, marhumlar suyagi ehtiyotkorlik bilan ohista naql qilina boshlandi. Shunda hammani birdan dahshatga solgan hodisa ro'y beradi. Kutilmagan bu g'aroyib holatdan ishchilar qo'li ishga bormay qoladi. Oftob zarbidan sarg'ayib ketgan eski bir qabrni ochishayotganda yangi ko'milgan murdaga duch kelishadi. Go'rkov va quruvchilardan iborat ishchi guruh boshlig'i g'azab aralash hayrat bilan Go'rkovdan so'raydi. 20 yildan beri bu yerga hech kim dafn qilinmagan degan edingiz-ku? Shunday Said. Unda bu nima? Vallohi bilmadim Said. Siz bilmasangiz unda kim biladi? O'limdan xabarim bor, bu narsadan xabarim yo'q. Mayitning yuzini ochib ko'rilsa ko'p narsa oydinlashadi deb gapga aralashdi tepada turgan mahalla oqsoqoli. To'g'ri aytasiz. Oqsoqol so'zini tasdiqlaydi boshliq. Murda yuzdan tuproqni olib tashlashga Go'rkovdan boshqa hech kimsa botinmaydi. Kunda qanchadan qancha mayitni qo'ldan o'tkazaverib, diydasi qotib ketgan Go'rkov noma'lum murda jasadiga qo'l uzatayotganda allaqanday noxushlikni sezdimi yoki uni ham boshqalar qatori qo'rquv chulg'adimi, nimadandir bezovtalandi. O'liklarning haybati bo'ladi deganlarcha bor ekan. Suyagi Go'ristonda qotgan odam shunchalik titrasa, qolganlarga nima deyish mumkin? Favqulotdagi bu manzaradan kimdir yuzini olib qochdi, kimdir ko'zini uzmay qarab turdi. Murdaning yuzini ochishganda boyagi qo'rquvdan asar qolmagandi. Hamma murdaga termilib qolgandi. Ko'zini olib qochgan yuragi yo'q, ko'ngli bo'shlar nima bo'layotganini tushunmay, asta yuzlarini murdaga qaratishadi. O'likka qarab, ular birdan dong qotadi. Qabr tepasida turganlarning hammasini hayrat o'z domiga tortgandi. Bu bir xil hayratning omili ikki xil edi. Ishchi guruhni xuddi yangi kuyovga o'xshab uxlayotgan yigitning nurli talati hayratlantirsa, mahalla mo'ysafidlarni o'zlariga tanish yigitchaning chirimagan jussasi hayratga solgandi. Mashalloh, astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. Kalimasini tinmay takrorlayotgan boyagi oqsoqol ko'zini yigitdan uzmay o'ychan holda. Bu falonchining o'g'li, otasi tirik. Hozir ancha keksayib qolgan dedi. Dafn qilinganiga qancha bo'ldi? So'raydi boshliq. Chamamda 20 yildan oshdi. Yigit hayot bo'lganda hozir 40 yoshga kirgan bo'lardi. 20 yil. Gapirishga yuragi dov bermay turganlar tilga kirib, oqsoqolga baqirayib qarashdi. Ha, 20 yil, balki undan ko'proq bo'lsa ajab emas, deb yoshlardan biriga vazifa topshiradi. Hoyjiyan, siz tez borib, mashinada marhumning otasini bu yerga olib keling. Ko'rgan bilganlaringiz haqida lom-mim demang. O'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Oqsoqol yo'qlayapti desangiz kifoya. Ish taqataq to'xtadi. Ishchilar o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan ilohiy karomat oldida boshlarini yerga qaratib, so'zsiz jim o'tirishardi. 20 yil oldin ko'milgan jasad chirimay qanday qo'yilgan bo'lsa shunday yotibdi. Buning solih bandaga nisbatan ilohiy karomat ekanligini hodisa guvohlarining barchasi anglab yetdi. Bu yosh yigitcha Xudoga manzur bo'ladigan qanday ish qilib ketgan ekanki, bu ne'matga erishdi degan savol ularni o'ylantirib qo'ygandi. Og'zidan hech sigaret tushmaydigan, doim labiga bitta, qulog'iga bitta sigaret qistirib yuruvchi quruvchilardan biri shu paytda sigaret tutatgani xijolat chekdi.
Quloq orqasidagi tamaki o'ralgan qog'ozni sezdirmay qo'liga olib, majag'lab kissasiga solib qo'ydi. Darvoqe, chimildiqqa kirmay qabrda kuyovga o'xshab uxlayotgan tuproq tubidagi nurli talat hikoya boshidagi yigitdir. Bir zumda uning otasi qabristonga yetib keladi. Hodisa bilan tanishgach ko'zida yosh qalqiydi. Bu dunyoda o'g'lim bilan qayta diydor ko'rsatgan Allohga hamd va sano aytkum. O'g'lim, bizning safarimiz ham yaqinlashib qoldi. Iloho hayotimizni sizning kabi husn xotima bilan yakunlantirsin. Tuproq ostidan chiqqan neft mamlakat aholisini qanchalik quvontirgan bo'lsa, 20 yil tuproq ostida qolib chirib ketmagan yigit jasadi munkillab qolgan otani shunchalik balkim undan ko'proq quvontirgan edi. Birodar, aybga buyurmaysiz. Men ko'pchilikni o'ylantirib qo'ygan savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bemalol. Albatta bu Allohning suygan bandalariga ko'rsatgan karomati. So'ramoqchi bo'lganim shuki, o'g'lingiz shu karomatga noil bo'libdi. Aytingchi, tirikligida u qanday bola edi? Bihamdillah, o'g'limiz yaxshi yigit edi. Ota-onasiga tik boqqanini, so'zimizni qaytarganini eslolmayman deb so'zdan to'xtaydi. Yana bundan boshqa qanday xususiyatlari bo'lgan? O'g'lim saharxiz. Har qachon uni bomdod namoziga uyg'otish uchun xonasining eshigini ochganimda, o'g'lim allaqachon tahorat olib, masjidga chiqib ketayotgan bo'lardi. Biror marotaba bomdod namoziga uxlab qolganini bilmayman. Bomdod azonidan keyin uni uyg'otmoqchi bo'lsam, o'g'lim meni tabassum bilan qarshilab, "Dadajon, yaxshi yotib turdingizmi?" derdi. Gohida men tahorat olmoqchi bo'lganimda u masjidga chiqib ketardi. Ertasiga yana shu hol takrorlanardi. Shunday bo'lishiga qaramay, farzandu arjumandim biror marotaba "Dada, bo'ldi, ha" deb eshikni qoqavermang, o'zim uyg'onayapman-ku demagan. Bizga hech ham achchiq tirsiq zarda qilmagan. Ota ko'zdan marvaridday yoshlar quyiladi. Bundan boshqa yana qanday solih amallarini bilasiz? Meni bilganim shu. Bolam 5 vaqt namozga mahkam edi. Hamma gap shunda. Janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bomdod namozining 2 rakat sunnati dunyo va undagi barcha narsalardan yaxshiroqdir deb marhamat qilganlar. Agar sunnati shunchalar fazilatga ega bo'lsa, farziga nima deysizlar? degan savolomuz xitob bilan so'zga yakun yasadi oqsoqol. Uning ko'zlaridan marvaridday yoshlar to'kilardi. Azizlar, ushbu hikoyadan o'zingizga kerakli bo'lgan xulosani olgan bo'lsangiz, biz xursandmiz va albatta maqsadimizga erishdik. Video ostiga bir dona like bosib, kelgusi hikoyalarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.